Assalomu alaykum hurmatli Sezar Natija Fotolog YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan görüşdüğümden bag'atda xursandman hurmatli obunachilar. Biz bugun görüşib qolamiz. Beta bizani 2 dana Natija Fotolog kutibdi. Aslan ish sharalarini tanishtirib o'taman. Oxirida esa rezultatni ko'rasizlar hurmatli obunachilar. Hop. Bu bizani birinchi xonamiz. Ham chiroyli Natija Fotolog bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Mesela bizden ikinci xonamiz hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun shu 2 dana xonamizga natija fotoqolib tartib beramiz. Bellari abon, hamma narsasi bitib turibdi. Bizdan natijamizdan keyin hurmatli obunachilar, abon tartib cho'tka etib qo'yadilar beraman. Lyustralarni cho'tka etib qisib beramiz. Eslatib o'tamiz, bizga mobilograf va dizayner bolalar kerak. Bizga raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Büklattık. Hop, istemece işinizden bitirdik. Xudo xolasa birinchi xonani ko'rishlaringizga tayyor bo'ldi hurmatli obunachilar. Ikkinchi xonani natijani bitirdik. Lyustralarni cho'tga qisib turibdi. Istemece fikrlaringiz, yaptığınız ishlarimiz Yaptım. Fikirlersiz geldimi? Vaqtında yine aytgan gibi gelip Vaqtida keldi. va'dasi bilan bajarib berdi. Bo'ldi. Ustaning ishi ham yaxshi, muomalalari, hamma narsasi yaxshi bo'ldi. Hammasi. Garantalon, hamma bari. Garantalon bor. Hammasi 5 yil kafolati bor. Yozma ravishda garantalon saqlanadi. Hop, tavsiya etasizmi boshqalarga? Tavsiya etaman. Fikrlaringiz keldi. Material hech narsa kechikkani yo'q, hech narsa qilmadi. Hammasi normal. Hurmatli obunachilar, agar niyat etgan obunachilaringiz bo'lsa, bemalol Instagram kanaliga bog'lansalar bo'ladi. Bizlar ham shunday chiroyli natija ko'rsatish, videolarni ko'rsatish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, bu bizning birinchi xonamiz, ikkinchi xonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Tamam, ketdik. Hurmatli obunachilar, yana ko'rganlaringizdek birinchi xonamizni ham va nihoyat bitirib oldi. Sezar yozuvlari bor, hamma o'zlari tayyor. Demoxotlarni cho'tga ko'rib berganmiz, illyustratsiyalar ham yaxshilab qo'yib turibdi. İkinci xonamiz ham xudo xolasa bitib qoldi, ozgina yer qoldi. Hozir u yerni ham lyustratsiyalarni ham cho'tga deb qo'yib beramiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Ish-sharoitlar. Nega baqa ekan? Ajoyibmi?